that maker is back, getting ready to attack. Full of rage, he won't stop this diabolical plot just to have his revenge, and his greed has no end. Bakogor, mighty lords are defending this world, and the old sage is there with much wisdom to share. Ekram Lord, young and just, knows that to win they must work together with goodwill and trust. Oh, Coromini walking together, true seed of friendship forever. Strong, mighty lords of nature, preparing a new future. Coromini always together, becoming heroes forever. For warriors so courageous, Coromini lords of nature. Coromini, 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 Coromini. Tikanlik shamshar. Hey! Rostla shundaq mo'rukas, undaq tikila. Titan to'lqini. Hey, paylarimga avayla. Teqa baya qirqiga. Tosh mushqi qara. Yana bundaq mashq qilishning nima ahamiyati? Ozroq so'zlab chiqraq mashq qil Ferno, toshmush. Shoh bilaklar. Fernoning deganlari o'rinliq. Biz degan bir kollektiv. Mana bu kollektiv hamkorligi Lekin agra. nasibimizning boshlig'i shunga meni quyat bo'lamdi. Biz o'zaro ilishishni mashq qilmaymiz. Ular shundaq deganda iqtidoringni mashqlantirgili bo'ladi degan. Nima? Qaysi aqlliq shundaq degan edi? Shunga sen demagan, kishilar davomli pishqan sir tajribalik bo'ladi degan. Ahmoqlikni mashq qilamdi. Tayyorlik bo'lganda ofatni saqlangili bo'ladi, shundaqmi? Agar gapim qulqinlarga yoqmasa, ishq o tarafda, ixtiyoringlar. Oldi bilan, agar biz sening ish qilish usulingni yoqtirmasak, ketish tegishli biz emas-ku. Ishq nima degan? Men ko'midim-ku. Andin, agar sen bizning samimiy fikrimizni anglamasang, unda sen layoqasiz boshliq. 3-dan, bakla ko'zing kichikkan. Bo'ldi qila. Yana men ketay. Yaxshi deding, Rokas. Bunga nisbatan qanday qaraysan? Fernoning boshchi so'z ochganligini esa unutib qoldingmi? Balki men boshlagandiman. Lekin senmo o't ustiga yoqchashmasliging kerak-da. Hey, men boy o'ylab qoldim. Bizning birdan-bir ishimiz o'zaro zarba berish bo'lib qopti. Bu bekli qamlashmagan ish. Bo'ldi, Rokas. Hamiq turma. Yana nimani saqlab tursan? Berib uni tepib kel. Nimishqa men bog'idakman. Bunimi deyish ketamdi? Ha? Ma'qul. Agram, kollektiv qaytadigan vaqting bo'ldi. Agram? Ularning degani o'rinliqdi. Balki men boshliq bo'la olmayman. Ya'ni kelib hech kim buyruqimni anglamasa, men qandoqmi boshliq bo'lay? Menmi bilmadim, davomli shundaq. Agram shahzoda. Sening bexastaliking cho'ng ziyonlarni keltirib chiqadi. Yanar taqib olganda sen ma'lum narsani qo'yib etding. Yolg'iz malla qilmasam. Shundaq bo'lganlikdan Malika orali xatar ichida qoldi. Sen darhol bor. Siz uqmaydigan o'xshaysiz. Men hargiz marqatimda qalbi qazinamayman. Sen sifandagilarni tashkillab, ishlar yomonlashib ketishdan burun Malika oraliga yetib olgan Agram. Faqat sen va do'stlaringlar Malikani qutqizib qola oladi. Tez mang, bo'lmas bekli kechiksan. Sabdoshlarimni tashkillab Malikaga borman. Tushundim. Mening qo'shinim. Ular mening gapimni faqat anglamaydi.
Hatto ularning meni hurmatlaydiganligini his qilmadim. Agar bu qitimqi vazifani yolg'iz tamomlay olsam, ular cho'qim mening gapimni anglaydi. Meni hurmatlaydigan bo'ladi. Ularga haqiqiy sarkarning vazifani qanday tamomlaydiganligini ko'rsatib qo'yishim kerak. Keyingi vazifalarda ular meni tashabbuskorlik bilan qo'mondonlik taklif qiladi. Zaman kuchini ko'rsat. u yo'qolib ketibdi. Ha? Kechiringlar, u ketib qolibdi. Demakchi bo'g'ining uni topolmabsan-da. Balkim shundaqdir. O bizning uni tepilishimizni xohlamabdi. Chuqur bir ish bo'ldi. Garchi azroq talash-talish bo'lgan bo'lsa-mu, Akram hargiz bizdan kechmaydi. Bizning oldimizda bir cho'ng tam paydo qilgandek, bumi bir voz kechishmi, ha? Ahvoldan qaraganda tasraning deganlarimi o'rinliq. Nimali bo'lmasin, Akram bizning bir a'zoyimiz. Burunqi ishlarni ko'nglingiz manglar. Sizlar bormasanglar mayli. Bo'ldi. Ko'tildavama. Biz berib uni izdaylik. Nega mangding? Rokas, to'la ishimni pishirma. Sana dedim-ku, bu yerdan yo'qol, tez ket. Rokas. Ha, chosh basunini olmay turibsan-da. Hey. Men ketib yarim soat bo'lmayla bularni bo'lib ketganini qara. Ha, bu dehmi g'alati bo'lib ketdi-ku. Hakavur arva. Hakavur arva? Bu nima degan gap? Ha? Tikanlik qamcha. Hey. Tikanlik qamcha, sen nim chaqchaq qilyapsan, toshbozg'on. Anlab qo'y, meni chatoq tagim yo'q. Masala dal mushiyada. Bu sening nima degining? Shalqinliq bomba! Tosh mushtu! Tosh mushtumga qara! Meni boshqalar meni istab kelishi mumkin. Malik quruqligida yashaydigan sirliq bo'shliq o'simlik bekli o'zgacha Akram. Ular bekli o'qishadigan tuyg'u asli qilalaydi. To'g'ri, siz daqiqni bu zodi qandoq ish? Bu daraxtsimon odamlarning sirliq joyi. Ular bu tuyg'uga ishonadi. Sana amaliyotgidimi bekrak narsani ko'rsalaydi. Yana sana muhim ipuchni ta'minlab beradi Akram. Bu daraxtsimon odamlar o'zining sirliq bo'shliqida nima qilmasin? Mening bilan munosabati yo'q xonish. Mening bilan munosabati yo'q. Ya, bunun sen bilen münasibeti çoğunqur Akram. Sen yalğız qadam alğankensen, Malikani qutqizadigan muhim vazifa sening zimmangda bo'ladi. Ularni qutqizamdim, nemadan qutulib qoladi? Bu Akram hukmron, mana uningdan qutuladi. Xonish, bu sizning saqt tuyg'ungiz emasdi, ha? Ha? Menimcha undaq emas. Askartganingizga rahmat xonish. Toshbozg'on. Bo'pti, bu kar qilmadi. Tosh mushtu. Balkim bu karg'a kelib qolar. Yani lasqatmi deb bo'lmasa mundaq bo'lsin. Texmi ko'proq yana bosay. Tosh avtomobil.
Mushundaq bo'lganligini biladim. Taqdasiz toshdim. Endi bo'ldi. Men boyasizlik o'rmon balbig'ini qutqizib qoldim. Sening oldingda o'tbash, qani ro'kis, nima deydikin? Bir anlab boq. O degan ro'kis emas, qaytgan maktabdan foydalanib lava dövlatiga qaytmoqchi bo'lgan nima? Senmi tinch? Hayot nurg'un yangiliklarga to'lgan. Bu gapni deyishga shartim eng to'shadigan men. Yana deb qo'yay, sirliq o'rmon balbig'i dal mushi edi. Fuma! To'xtab tur! Yo'q! Nega qochding Fuma? Lekin Fuma qini. Mortla ko'zayniki. Kondo. Bu yerda nima ish qilyapsan, Kondo? Ahvoling qandaqroq og'ina? Sen o qoldirgan izni o'chirayotding. Endi uni hargiz topolmaysan. Nima ish qilganligini bilamsan. Mana shunchalik ishinisan, to'limi ahamiyatga ega. Shundaq, xuddi bizning do'stligimizdeklar. Men qara Kondo. Fumaning nega ketganligini ko'rdingmi? Nima ishga yangi do'stlaringni izlab yordam bermaysan yoki ularni umidsizlantirib qo'ydingmi? Buni sen bilan aloqasi yo'q. Amaliyotda do'stlarim meni umidsizlantirdi. Shundaq, albatta shundaq. Bo'lmasdan kechdi qandaqmi xotirjam uxlay olaydi. Sen kimni kontrolga uchirding? Kim kontrol qildi? Hech kim yo'q-ku, ag'ina. Seni birisi kontrol qilyapti. Cho'ngchilikmi yoki yarmaslikmi va yoki qo'rqinch? Men hech qanday narsadan qo'rqmayman. Sen hammani kontrol qilmoqchimi? Chunki sen qo'rqimsiz. Og'zini yum. O'zing boshqalar propoz qilgandek, men propoz qilaman. Deganimda qilamanmi? Sen ustirak to'bisan chidayolmaysan, shundaqmi? Shundaq. Shunga sen ochiqlandingmi? Maysinib qildingmi? Sen shu topda boshqalardan sen bo'lgan muomalasini his qilding. Tova, men nima qilib qo'ydim? Kondo! Mortla ko'zayniki. Bu zodi nima ish, ha? Senchi bu nima ish qilsizmi hukmroni? Ha? Sen men nima ish qilib shundoq so'rayman. Sen mendan ko'p bilasan, shundaqda. Lekin sen o'ldirishga tayyorlab bo'lganligimni kesib eta olayman. Gapimni angladingmi, ha? Ondaqda bu bir uzun kun bo'ladi. Zaman hukmroni. Chunki o'yin endi boshlandi. Tandasiz bo'lqa. Bo'ldi qasoltak. Ochig'ing ayba, ha? Sening to'xtab qolishingni xohlamaymiz. Nima ish qilayotganligini obdanroq o'ylab baq bo'lamdi. Bekli keskin bo'ldi. Elim yaxshi, mushunaq yarmaskansan. Bo'lmasa men yarilladim. Men mang'ashtiray. Men bekla aldirash. Ya'ni ko'parak o't qo'ymsan bo'lmaydi. Xayri xo'sh. Elim yaxshi sendek emas. Kinch ko'rishamiz, ha?
Zati kim bana tepsili çöndürüp koydu. Zaten neymiş buldu. Bu cezme sen danışman. Men faqatli ko'rinmayaptiman. Menmi shu? Bir g'alati narsani uchratdim. Ana o tarafda. Agram qayerda? Balkim u xatarda qoldi. Angladingmi, Tasirhan? Men senga degan edim-ku. Agram qayerda bizga deb bergin. Agram hukmron o'zi yolg'iz Malikada. Qanqirabda qoldim. To'xtamay xatolashyapman, shundaqmi? Fumalar qichib yuriydi. Birdan bir xiyolim, u zodi sirli o'rmon balbig'ini vayron qilmoqchimi yoki undaq emasmi? U cho'qim degan. Lekin qarab baqa, bu yerga o't ketmabdi. Uningdan boshqa bu yerga kelganda beri hammaylar meni sarang bo'psan deydi. Meningcha bu jazman bir nimadan derak beradi. Lekin hech kim menga zoti nemish bo'lganligini deb bergani unmadi. Boshqa hukmronlarmi bu yerda ularning ifodasi boshqacharoq. Rox chaqmoq chaqtirishni biladi. Ferno xuddi to'nglatqudan chiqqandaklar. Ha? Sen meni deganim tushungandek tursan, ondan kundum paydo bo'lib qoldi. Kundu sirli qo'non balbig'ini nemish qiladi. Sen mening ustozim-ku. Sen shu yerda turavermoqchimi? Bir narsa desang-chi, menga yordam qila olamsan. Aslida shundoq bo'lganligini burunroq bilsam bo'ladi. Taşmıştım. Ay. Sen mi bir aldamçı? Başkalarının siyakı kırıpsan. Sen bir haqiqiy danışman emas. Hamsi men bu tuz qilmadim. Tosh sen bırak. Ay. Hamsi men kim? Men bir odamchi. Sen özen şu. Sen başka kıyafet kırığını kamlaştırıp olamaysan. Taş bazgan. Taş bazganın temin tut bak. Fuma. Belki sen bu bir aldamçıysan. Ensirme Agram hükümran. Ben sana yerden belgeli kaldım. Kolunu tut. Ne? Hiç neme bulmaydı. Ya kolunu tut. Tağdatsız bazgan. Yok. İlişkili kelmegen sana yerden belgeli kaldım. Kolunu tut Agram. Demiş ki bana zerbe Sen verirse. haqiqiy mahkum bo'lishing mumkin. Sana ishonishga bo'lmaydi. Onda qimma to'xta. To'xta dedi. Malikaning nayranlaridan biri o'xshashli ishlamayman. Sen avval mening gapimni anglab bak. Malika hergizmi nayran o'ynamaydi. Malika oralab o'sadigan o'simliklar xiyoliy tuyg'u keltirib chiqaradi. Haqiqiy ahvolni yipichi bilan ta'minlaydi. Sen degan bir xiyoliy tuyg'u, bular rus emas. Hammasi rost emas. Ha, bu sening oxirgi javobing. Bu xiyoliy tuyg'ularning manbasi meni qo'rqinchim va andisham shundaqli nasihatni anglamay, faqatli urishni xohlaydiganligimda kelib chiqqan. Ular izchil menga aytishyotdi. Shundaqmi? Yana sanmi bor? Davomli taşmıştım. Ay. Yo'q. Men xiyoliy tuyg'u qasam qilay boya omidim kelib qoldi. Men bunda qaramayman Fuma. Men bugun nurg'un narsalarni o'rganib Hamsi menga ko'z tipaqa. O'tsiniqi. Taş yaptım mı ben?
Men haqiqiy dushmanning kimligini bildim. Ular qanday taqabul turishni bilaman. Sen işlemini bilmeysen, sen tosğını korkunuş ve ensizlik emez. Belki sen özünün düşmanı. Men bularning hammasini xiyoliy tuyg'uligini bilaman. Shun qo'rqmayman. Men qo'rqmayman. Xiyoliy tuyg'u bo'pti qamay agrar, balki haqiqat yoshiringan. Buning nimlik bilan karim yo'q. Sening kimliging muhim emas. Aqlli qirq bo'lishing kerakdi, hamoq. Tosh bozg'on. Chunki men har qitim mag'lub bo'lganda sen chidishing kerak. Ma'qul. Sen nima deb har qitim o'zingni mag'lubiyatiga chidamaysan? Nima desang da'va, lekin sen menga bularda qutulamaysan. Patqa! Sen xatolashding. Men haqiqiy o'zimni tushunmayman. Menga voz kechmayman. Tansiz toshdi. Herkes hepsimiz davamlı qilishayli. Sen orman belbig'i kuyib, ko'lga aylanguchi. Chunki men menga voz kechmayman. Shiddatli to'lqin. Mana endi to'kki bir. Endi kuchli tanishib qolmaymiz. Shundaq musoy maxluq. O kim, Agram? Hech kim emas Tasran. Endi hech kim emas. Baya Fumani qichib ketganligini ko'rdik. Qarag'anda uni cho'l jazirada qichib yuribdi-da. Rox bilan ishkimiz uningga azroq zarba berib qo'ydik. Sizlar Fumani qochirib qo'ydinglarmi? Biz do'stimizni qo'llash, dushmanni mag'lub qilgandan muhim deb qaraymiz. Bu zaminni qutqizib qolding, Agram hukmron. Menimcha shundaq bo'lsa adil bo'ladi. U meni qutuldirib qoldi. Sen ko'nglingdagi qo'rqinchni yengding. Maqtinib turib qalbingdan bahrlangin. Ko'ranglash meni tugashtirdi. Shundaqli do'stlarimni mendan ayirdi. Ko'ranglasam, haqiqiy ahvolni ko'ramayman. Men yana ko'p narsa o'rganishim kerak. Men nasihatni qabul qilishim kerakdi. Shunga sizlardan kechirim so'rayman. Nemali bo'lsin, biz bir sapda kichikgina bir surkilish qo'shu. Bu sening savalliging emas. Har birimizdan kollektivga nisbatan ko'z qarashimiz o'xshamaydi. Qilganlarimga sendan kechirim so'rayman. Amaliyotda biz ittifoqlashmasak, yo'rmoqlik bo'lolmaymiz. Nasihatini anglaymiz. Acaba men buni bilmasman bu aqida. Buningdan hargiz ansirmagan. Young and just knows that two when they must work together.